Artistlarimiz g'alati. Hali Sarvara degan bor, Sarvara yig'lab chiqib qoldi televizorga. Baxtimiz bor, lekin farzandimiz yo'q. Ayib sendami, ayib mendami? Endi yor, voy doktorga bor. 15 ming deb beradi ayib kimdaligini. Ana yigit g'alati ekan, andijonli. Meni yorim hammasidan chiroyli. Meni yorim hammasidan chiroyli. Qalay optaga dedi. Yana 3 kun reklama qilsang, yoringni qator doldan topasan dedim. Ha nomard kim xotini bilan maqtanadi? Kechasi 11 Xorazmli yigit chiqib olib, "Meni otamni ko'rmadingizmi?" Ko'rmadik, uxlash kerak, uxlash. Sog' emas bular. Endi biz masalan keksa avlodimiz deymiz, yoshimiz hali yoshmiz, lekin biz mana G'iyosboy Toyib hurmat qilamiz. Ilhom Parmonov, Ravshan Komilov. Endi hozir yoshlarimiz Shohruxni yaxshi ko'radi. Shohrux shapkasini qishaytirib, "Badanda tanda, hayotda chegandi." Aytdim, bir tishga hayot qatuvmi senga achiydi. 6 yashar o'g'lim magnitofonni qo'yib, Shohruxni ashulasiga tushyapti. So'zi aqlliydi. "Men senga hozir uylanolmayman, потому что hozir meni pulim kamroq, hozirchalik boshqasiga tegib turasan, pulim ko'paygandan keyin sizga qaytib olaman." Biz yoshlarimiz shuni eshityapti. Samandar, Michael Jacksondan opog'i. Yo, botinga maysusiz bir xil bo'ladi. O'ynab ashula aytadi, o'ynab. Ashulalati Gamarchuba. Aytdim, gruzincha ashula ekansan. Elika berika sutika, mo, apil dapil zamino, Gamarchuba. Aytdim, sen o'zingni o'qitib o'rgan dedim. Nimaga deydi? Biz bolalikda bekinmacha o'ynadik, yenika dedim. Ha, qolganini ham yetmaysan, qolgani bormi deydi. Yozib ol dedim. Qolganini men bilaman. Yoz. Choriy chambar, yoz. Yoz, beri ambar, yoz. Oloq qayda? Oloq stoda, ha. Altay, baltay, ha, temirtay. Yoz, pistay, ha. O'roq, ha. O't oxirini o'zing topasan uka. Men shoirlikni bo'ynimga olmaganman. Ya, sizlar qiziqchilar har xil gaplarni gapirib yoradi. Ashulachilar bizdan o'tib ketdi. Ana Rayhona sinimiz chichiroyli, ko'zlari katta. Ping bo'lib turadi. Ashulani qarang, ayol, qiz bola. Gulhidiga xushim yo'q. Gulhidiga xushim yo'q. Bulbul bilan ishim yo'q. O'rtog'idan Obid bulbul bilan ishi yo'q ekan deydi. Aytib kelishdi, bulbul bilan ishi yo'q. Hali turmushga chiqmagandan keyin xato. Bulbul bilan ishi bo'ladi deb turdim, Manzura chiqmas. Men Manzura. O'zbekimning qiziman, sariq soch bulbuliman. Aytdim, "Singlim bulbulni sarig'i bo'lmaydi bu bir." Men ko'rmaganman. Sochli bulbul vochi bo'lmaydi bu ikki. Hash qiyqirayotganlar, sizlar noto'g'ri tushunyapsizlar hozir. Ayollar kelishmaylik, sizlar hozir qaysi bulbulni nazarda tutyapsizlar? Men daraxtdagisini gapiryapman. Sizlar pastga tushib ketdinglar mejbur uchun. Yo, men sizlarni uyaltirayotganim yo'q, hammani xayoliga shu keladi. Haligi bir qiz bola yengi ashulachi. Nimamiş? Bulbulingni menga ber dedi. Hech foydasi yo'q gapda, mashina so'ra, pul so'ra. Qizu bular. Yana ashulachi mana Ilhom Parmonov o'xshagan, G'iyosboy Toyib o'xshagan, chiroyli kelishgan bo'lsa yaxshi. Shkafda erkak chiqdi. Televizor ham chiqaveradi bekorchilar. Yosh kamida 45, ona haqida qo'shiq. Ona sutin totkim keladi. Aytib jindimi bu? Ha bu maniyak-ku, bu maniyak. Sadist. 45 yoshli erkak onani surishmoqchi. Ona 70 talar. Savol, sut qolganmikin? Bu birinchi qatori, nafas olinglar, hozir ikkinchisini aytaman. Nafas olmasanglar, kulgi kunida xayrlashib bormaylik. Ha, chuqur nafas olish kerak. Birinchi qatorni eshitdinglar, ikkinchi qator dahshat. Ona sutin totkim keladi. Ikkinchisi, beshiklarda yotkim. Voy palakat, tomut bo'lib turibsan-ku. Voy 45 yoshli erkakga beshuni qatta olaman ben. Beshuni o'zi 3 metr bo'ladi. O'zbekistonda yog'och serob, Rossiya bilan aloqalarimiz yaxshi, yog'och tiqilyapti. Mayli, beshini amallaymiz. Men boshqa tarafini o'ylayman. Ayollar o'sha tushundi. Erkaklar esda yo'q. Ey, ana maniga. Kanalizatsiya masalalari.